Platinsiz sushitib qo'yishim kerak. Bu yerda muammo nimada desangiz, muammo bu yerda kabel yo'q. Kabel qolib ketgan. Esdan chiqqan. Bu batareyka ishlaymadimi? Batareykamiz 220 ga ishlaydi. Nima qilish kerak? Bir bitganman. Bunday qirqib olib borsak ham bo'lmaydi. Nimadir o'ylash kerak. Jigarlar nima qilsa bo'ladi-na? Jigarlar buni qarangizlar, mana teshdim. Umuman o'ylamagan ish bo'lyapti hozir. Mo'jizani o'zi bo'lyapti. Bu yoqqa shunday qarasam mana sibillar. Yoqqa shunday chiqib kelibdi. Bitta men bu boshqa joydan chiqsa kerak deb edim, lekin shu yerdan shunday chiqib keldi. Bitta mana salgina deformatsiya bo'ldi mana. Lekin eski bitta qolgani, buni shunday qo'yaman, joyiga tushib ketadi. Hech narsa bilinmaydi nasib bo'lsa. 3 ta kabelni uladim bu yerga, mana zazemleniya, mana minus, plus hozir ishlatib ko'ramiz. Jigarlar mana hozir qo'shdim. Cho'tka ishlayapti mana sifirlar. Ko'rsatyapti. Ha, boshqacha ish bo'ldi, Alloh taoloning o'zi bir o'ng keltirib jibatdi işte. Iloji bo'lsa bir like, podpiska bosib ketingizlar. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar.